Otasini uylanmasdan turib chiqishtirmayapti. Opa sen jinni bo'lib qolganmisan? Ben qizim bilan uchrashib ketyapman. Ajrashtiraverasan sen meni hozir. Manam boring, umuman xalaqit bermayman. 10 metr naryoqda yuraman. Non ursin agar. Manam boring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uf, sizdagilar ham ko'payib ketdi. Men singlim duo qilib qo'yasiz, kim bundan qoching, biz chiroyli kelinimizni kutyotgandik. O, non urib qo'yadi ostani. Shu chiroyli kelin. Oyingizni kiyimni kiyibsiz a? Yarashibdi. Hozir 1 minut. Allo, xo'rto, yaxshimisan? Ha, uchrashuvga chiqdim. Opasi bilan kelibdi. Opasi ham bir kalta kesaga o'xshaydi. Isqit ekansan. Ketdikmi? Gaplashib bo'ldingizmi? Ketdik. Ukam, haydasang-chi. Nima yeysizlar? Ovqatni pipinitsa olib kelib bering, aka. Siz chekansizmi? Voy, ichadi ham. Aytmaganmisan? Yo'q, Nima? Erkak kishi bo'lgandan keyin tortadi, uradi. Shu orqasidan qabalmam chiqqan tatuirovkasi borimda ilonni rasmi. Sizga o'xshaydi. Ding ding. Katamaranga 2 ta bilet qolgan ekan. Sen jinnisansan. Ukam bir kun kelib sen bilan shunaqa mazza qilib yuraman deb o'ylamagandim. Sen-chi? Men xohlamagan edim. Kirib qo'yma, hozir seni ma'ni so'ldir bilan chiqmoqchimidi? Asl aka nima qilyapsiz? Bu ekan bu qiz. Tushunmadim, nima? Adashyapsiz ekan, menimcha. Nima adashadi? Isming to'g'ri aytayapti. Aslbek aka, Asl aka deyapti-yu. Meni o'ylamasangiz ham, qonimdagi bolani o'ylamaysizmi? Bola ham bormi qornida? Voy, shunday shirin jiyanim bor ekan, bilmay yurgan ekanman Aslbek. Shumidi meni orzularim. Xotiningiz bor ekan, bolangiz bor ekan, nima qilasiz? To'xtab tur. O sen jinnimisan, ko'zingni kattaroq ochmaysanmi? Qara, bo'yi qarab. Bo'ldi qilinglar, o'zingizlar masalalar hal qilib oringlar, siz yuring chiqarim men bilib. Aktyorskini yomon qilding, lekin o'zim ishonaveray dedim, ma'qul. O, bonus, shapatam yedi. Iltimos urushmanglar, hammamizga qaravotdi axir asallari.